Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xolisa navbatda ishlarimizni ham tugatib oldik. Andijon viloyati Andijon tumaniga qo'ydik. Qarabek qishlog'iga Xudo xolisa bu yerimizga eshik qo'yib berganmiz. Termo eshiklarimizdan. Xudo xolisa ko'rishinglar mumkin. Eshiklarimizni ham qalinligi. Sovuqda moshni ushlaydi. Akalar plastmassadan ko'ra bu xizmat uzoqroq bo'ladi. Ochilib yopilishlari ham hamma yoq xizmati zo'r akalar. Xo'p, bu eshigimizni 2 qanotli qilib berganmiz. 1.20 ga 2.20 bo'ylari. Xo'p, aynalarni seriyaga oq paket qilib berganmiz, splashni pastga qilib berganmiz. Xo'p, romlarini 6,5 ming seriyadan plastmassa qilib berganmiz G306 ga. Xo'p, bunaqa romimizdan 10 ta bor jami. 2 etajli uyga qo'yib berganmiz. 3 ko'zli romimizdan 3 ta bor. Xo'p, ichkariga kirib ichkarilarni ham ko'rsatamiz. Xo'p, videoda oxiriga qadar ko'rib tursanglar, narx-navosini ham aytib o'tamiz. Xo'p, ko'cha tomonga 2 ta rom qo'yib berganmiz. Xo'p, rom durchkalarni ham yaxshisidan qo'yib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, podagonni qo'yib berganmiz akalar, qaralik. O'zi bu yerimizda aslida portishka bor edi, 2 ta. Portishkani ham olib, o'rniga rom qo'ydik. Tagini buzib yubordik. Mana bug'imiz, o'zi bu yerimiz oshxona bo'lar ekan. Romlarimiz ochilib yopilishlari. Xohlasa rezinkalarni ham yaxshisidan qalinlaridan solib berganmiz. Ligirovkalarni yaxshi qilib, zatseplarni ham yaxshi qilib atirganmiz. Xo'p, endi bu ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajda ham romlarimiz bor. Xo'p, pastda eshiklarimiz bor. Ko'rsanglar, bitta, mana 2 ta. Xuddi shu holatda tepaga chiqamiz. Tepada ham mana bitta eshik, mana yana bitta eshik. Jam bo'lib 4 eshigimiz bor. Xo'p, plastmassa romlarimiz tepadagilarni ham ochilib yopilishlari zo'r. Xudo xolasa mana chiroyli chiqdi akalar. Xo'p, bu yerga NDF eshigini ham qo'yib berganmiz. Buni olib kelib qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa buni devorini ashibga qilgandan keyin qo'yib beradigan bo'ldik. Bu akamizga oq rangidan qilib berganmiz mana. Ko'rishinglar mumkin. Bunaqa eshikdan 4 ta. Xo'p, bu eshigimiz razmerlari 85 ga 210 edi. Razmerlari. Ruchkalarni ham, zamonlarni ham yaxshisidan qo'yib berganmiz. Podsevetda qilib, bir xil qilib, boshqa-boshlarni ham yaxshisidan qo'yib berganmiz. Laklarda kraskalarni zo'r qilib sepib berganmiz. Xo'p, tepaga chiqqanimizda, yana tepada o'tda yana shu holatda mana yana romlarimiz bor. Romlarimiz 1.20 ga 1.50 bo'lgan razmerlari. Uchagada ham mana o'tda shunday. Tashqari bemalol ko'rinaveradi, seriya oyna qilsak. Hammam har bir romlarimizga podagonilarni qo'yib berganmiz. Xo'p, endi bu yerga narx-navosini aytadigan bo'lsak, xo'p, mana bu termo eshigimiz 1.20 ga 220, 8 million 500 ming so'mga qo'yib berdik. Xo'p, romlarimiz 10 ta. Bularimiz 2 million 100 ming so'mdan katta-kichik bo'lib tushdi akalar. Xohlasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol olib chiqarasizlar. Sizlarning ishinglarni ham shunaqa sifatli, chiroyli qilib ishinglar bitkazib beramiz. Bu videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib berasizlar. Xudo xolisa obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan keyin ishlarimizni ham sizlarga qo'yib boramiz.